28-dekabr o'tib ketmasidan ogoh bo'lib qoling. Bu videoni qarzdorlar bormi? Qarzdorlar kelinglar. Najot istayotganlar bormi? Kelinglar. Befarzandlar bormi? Kelinglar. Alloh taolodan so'rayotgan nima mushkuli borlar bor? Baxt talablar bormi? Ota-onasining haqqiga duo olmoqchi bo'lganlar bormi? Hammalaring kelinglar. Inshaalloh 28-dekabr kuni bu mushkullaring ariydi. Do'stlar, biz bu hayriyamizni yana ko'mir hayriyasi, oziq-ovqat hayriyasini e'lon qilyapmiz. 450 nafar ziyod nogironligi bo'lgan, boquvchisini yo'qotgan yetim bolajonlarimiz holidan xabar olishlik maqsadida bu hayriyamizni boshladik. Siz bu safimizga qo'shiling, ehsoningiz bilan qo'shiling. Qoldirgan kartalarimiz 10 ming so'm, 20 ming so'm. Bu yerda pul muhim emas, bu yerda e'tibor, safimizga qo'shilishlik. Sababi biz qanday oilalarga kirayotganimizni biling. Bularning duosi ijobat. Bularning duolari bilan birgalashib, sizni o'sha bitmayotgan ishlaringiz bitib ketadi do'stlar. Kelinglar, ehsoningiz yo'qdir. Xavotir olmang. Shu videomizga like bossangiz ham ehson, kommentariya qoldirsangiz ham ehson. Shu videoda istoriyangizga yopishingiz ham ehson. Va albatta bu videoni ko'plab do'stlaringizga jo'natib, qarindoshlarga jo'natsangiz ham albatta ehson o'rnida o'tadi. Do'stlar, bu hamma safimizga qo'shiling. Be'tiborlardan bo'lmang va albatta kuzatib boring. 28-dekabr kuni albatta bu xonadonlar 450 nafar xonadonimizga sovg'alar, ko'mir hayralarini siz azizlarning guvohliklarini topshiramiz va albatta birma-bir duo qildiramiz. Opa, shularda haqqiga duo olamizmi albatta? Duo qilasizmi? Inshaalloh bularning duosi ijobat. Do'stlar, shoshilib qolinglar.